Oh, Xudoga shukr ulguribman. Meni hech kim so'ramadimi? Yo'q, so'ragan yo'q. Men ham hozirgina kelib turibman. Yo'llar tirband. Har bir chorrahada 10-15 daqiqa qolib ketyapmiz. Ha, to'g'ri. Tirband degan mashinani yoqilg'isini ichib yuboryapti. Aksiga olib oyligam kechikib pul tortilib qoldi. Mana kecha oylikkacha yetib turadi deb 20 litr yoqilib qo'ygan. Ha, uyga bazor yetib oldi. Menda ham shu ahvol aka. Bugun pul berish hamma ish qilib. Kechgacha pul tushmasa, ertaga avtobusda kelishimga to'g'ri keladi. Mabodo ertaga biroz kech qolsam, meni shu yerda deb turasiz. Maylimi Sarvarbek? Xo'p, Tohir aka. Aka, mashinangizni gazga o'tkazsangchi, sal arzonroq bo'ladimi deyman-da. Xabaringiz yo'q. Gaz narxini ham benzinga yaqinlashtirib qo'yishdi-yu. Keyin bu yoq qish kelyapti. Qishda ko'rasiz navbatni. Gaz olish uchun soatlab, vaqti kelsa kunlab navbatda turasiz.